O. O. Gol! Ha? Tinchlikmi? O'rtoq. Ko'tardim. Men senga yutasan deganmidim. He. O'rtoq. Bilasan o'z doim yutaman. Qancha ko'tarding? 1200 ko'tardim. 1200? Shumi yutuq? Meni yutganim esingdan chiqdimi? Bir oy kayib qilganmiz atinmay. Uni unutib bo'ladimi? Endi menga 1200 ham katta pul. Yutding. Bitta grif sendan. O'rtoq. Gref sendan aylansin. Bugun oilamni olib restoranga borib ovqatlantirmoqchiman. Yana boshladingmi? Bolalar, bilasizlarmi, asalari insonni chaqsa nega halok bo'ladi? Ey o'rtoq. Bosh qotirma. O'zing ayta qol. Agar u chaqqanidan so'ng tirik qoladigan bo'lsa, inson tanasidagi iflos qonni olib borib, yig'gan asalni xarob qiladi. O'rtoq qara. Ari o'z oilasiga harom luqma olib borishdan ko'ra o'limni afzal tutganda, nega unda biz qimorda yutgan harom luqma bilan oilamizni mehmon qilmoqchimiz?